Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib borayotgan obunachilar. Bugun biz sizlar bilan issiqxonada yetishtiriladigan pomidor ekinidagi pomidor zarar kunandasi, ya'ni pomidor kuyasi haqida bir qisqacha gaplashib o'tamiz. Pomidor kuyasi lotincha nomi tuta absoluta deb nomlanadi. Xo'p, pomidor kuyasi tanga qanotlilar turkumi, o'yma qanotlilar oilasiga mansub bo'lib, to'liq rivojlanadigan zarar kunanda hisoblanadi. Hop, pomidor kuyasi asosan it uzumdoshlar oilasiga mansub bo'lgan ekinlarda oziqlanib hayot kechiradi. Hop, pomidor kuyasi kapalagi qanaqa bo'ladi? Kapalagi och kulrang tusda bo'ladi. Qanotlarni o'lchami esa 8-10 millimetrga yetadi. Hop, pomidor kuyasi zarar kunandasining urg'ochlari 10-15 kun, erkagi esa 6-7 kun hayot kechiradi. Hop, endi tuxumiga keladigan bo'lsak, pomidor kuyasi asosan o'simlikni ustki qismi, barg orqa, barg oldi qismi, ba'zi hollarda esa tuproqqa tuxum qo'yadi. Hop, bu qo'yilgan tuxumdan o'sha lichinka, ya'ni pomidor kuyasining qurti chiqib keladi. Bu chiqish qanaqa bo'ladi? Hop, tuxumi silindrsimon shaklda bo'ladi. Silindrsimon shaklda bo'ladi. Bu tuxumdan chiqishdan 4-6 soat oldin o'sha tuxumni g'ovak hosil qilib, kemirib chiqadi. Hamda o'sha bargning pomidor bargining epidermik qavatida oziqlanishni boshlaydi. Ya'ni o'sha biz bilamiz, pomidor bargni epidermik qavati ham ostki qismidagi o'simlikni shirasini yeb oziqlanadi. Asosan pomidor kuyasini urg'ochisi 250 ta 300 tagacha tuxum qo'yadi. Endi qurtiga keladigan bo'lsak, odatda tuxum qo'yilgandan keyin qurti 4-7 kun mobaynida ochib chiqadi. Undan o'sha chiqqandan keyin o'sha boya aytganimdek epidermik qavatiga tushib oziqlanishni boshlaydi. Pomidor kuyasi o'sha g'ummak holatidan keyin o'sha qishlovga ketadi, ya'ni o'sha qishlovda, ya'ni yer ostida qishlovga ketadi. Hamda o'sha keyingi avlod qoldirish uchun o'sha kapalaklari o'chib, yana tuxum qo'yib rivojlanishni boshlaydi. Endi pomidor kuyasini gapiraman desak, hozir ma'lumot juda ko'p. Kelinglar hozir unda kurash choralariga o'tsak, o'sha qanaqa kurash choralarini qilsak bo'ladi pomidor kuyasiga deganda. Hop, endi kurash chorasida biologik kurash chorasi bor, kimyoviy kurash chorasi bor, hamda mexanik kurash choralari bor. Biologik kurash choralaridan bizaga oltin ko'z entomofagi hisoblanadi. Bu o'zi o'sha pomidor kuyasiga nima qilingan qurtiga asosan lichinkasini yeyish uchun o'sha o'zini kerakli bo'lgan nisbatlari bor, o'sha nisbatlarda tarqatiladi. Tuxumiga keladigan bo'lsak, pomidor kuyasining tuxumini o'sha trixogramma entomofagi zararlaydi. Ya'ni bu endi asosan biologik kurash choralari. Endi kimyoviy kurash choralariga keladigan bo'lsak, kimyoviy kurash choralarida men tavsiya qiladigan preparatlarim, ya'ni hop, misol tiamitaksam asosli preparatlar yaxshi ta'sir beradi. O'sha tavsiya qilaman. O'sha tiamitaksam asosli hamda imidacloprid asosli preparatlarni, imamektin benzoat asosli preparatlarni hamda kolagen deymiz, nimada o'sha xlorantranipol ta'sir etuvchisiga ega bo'lgan preparatlar juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi, juda yaxshi samara beradi bu preparatlar. Hop, bu preparatlarni qo'llash me'yorlari bor. O'sha me'yorlarga amal qilgan holda qo'llasanglar samaradorligi yuqori bo'ladi. Endi pomidor kuyasini rivojlanish bosqichlari hammasi ham baribir havo haroratiga bog'liq hisoblanadi. Hop, hozirgi aytib o'tgan preparatlarimizni o'sha qo'llab ko'rsanglar yuqori samara olasizlar. Agar kimdaki pomidor kuyasiga qarshi qanaqadir preparat kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlar mana shu do'konimizda, Top Agrovet do'konimizda mavjud. Barcha preparatlar, kerakli tavsiyalarni sizlarga beramiz. Murojaat qilinglar. Pomidor kuyasi bilan o'sha og'rib kelayotgan, ya'ni kurashib, charchab, o'sha nima qila olmayotgan, yo'qota olmayotgan fermerlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, biz sizlar bilan batafsil o'sha kuya bo'yicha gaplashib, o'zimizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni beramiz sizlarga. Rahmat, salomat bo'linglar, bizlar bilan qolinglar.